Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga buqani iligidan sovuq kunda ham tanangizni issiq qilib turadigan ajoyib taom retseptini ko'rsataman. Birinchi bo'lib ishimizni ilikni iliq suvga, pomidor qoqini esa issiq suvga solib qo'yishdan boshlaymiz. Ilikni yaxshilab yuvib, ustiga tuz, murch, paprika sepib, gaz pechiga 20 daqiqaga jo'natamiz. Iligimiz pishib chiqqunga qadar piyoz, achchiq qalampir, ivitilingan pomidor qoqini mayda qilib to'g'rab olamiz. Bu salatni yoshligimda dodamlar juda ham ko'p tayyorlab berardilar, lekin haligacha buni nima deb nomlanishini bilmayman. Agar sizlar nomini bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Mahsulotlarimizni to'g'rab, ustiga ozgina murch sepib, yanada shirali bo'lish uchun qo'l yordamida yaxshilab ezib chiqamiz. Asl baraka firmasining halol dudlangan kolbasalarini ham parrak qilib to'g'rab, tavamizga ozgina sariyog' solib, ikki tomonini qizartirib qovurib olamiz. Agar dudlangan kolbasani sariyog'ga qovurib yemagan bo'lsangiz, bitta yeb ko'rishinglarni maslahat beraman. Tavamizdagi qolgan yog'da nonimizni ikki tomonini qizartirib olamiz. Buqa iligi inson uchun miya va asab tizimiga, immunitetga, bo'g'im va suyaklar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Qisqa qilib aytganda, hozirgi sovuq havoda yosh katta va kichiklar uchun juda ham foydali mahsulot hisoblanadi. Shu o'rinda sizlarga kattakon rahmat deb qolaman shu kungacha meni qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun. Bu ijodkorga qo'shimcha kuch baxsh etadi. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.